Diqqat aholiga tezkor xabar. Bugundan boshlab respublikaning katta qismida kuchli qor bo'ronlari boshlandi. Ushbu qor bo'ronlari qachon tugashi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar ayozli sovuqqa tayyorlaning. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bugundan deyarli barcha viloyatlarda qor yog'ishi prognoz qilinmoqda. O'zgidrometga ko'ra yog'ingarchilik kuchli shamollar fonida, ayrim hududlarda esa qor bo'roni bilan kechadi. Tog'li hududlarda esa o'ta kuchli qor yog'ishi kutilmoqda. Havo harorati bugundan boshlab sezilarli darajada pastlaydi. Kunduz kuni ham 0 darajaga yaqin shimoliy hududlarimizda -5, -7 darajagacha sovuq bo'lishi kutilmoqda. Yo'llarda yaxmalaklar va tuman bo'lishi mumkin. Ehtiyot choralarini tezda ko'ring, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga e'tibor ishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Shunga o'xshagan tezkor ma'lumotlarni kuzatib borish uchun esa albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.